Mit dem Oberbürgermeister zeigt sich die frisch gekürte Menschenrechtspreisträgerin Sayragul Sautbay den begeisterten. Қазақ лагер шайыты Сайрагул Саутбай 15 май күні Германияның Норенбург шәрді өткізілген дағдылық мұрасымда 2021 жылдық Норенбург халқара кішілік құқық мүкапатыны тапшырып алған. Норенбург театрханасында Германиядagi әр саясатларының қатнышы білән өткізілген дағдылық мұрасымда мәзкур мүкапатыны Сайрагул ханымға Норенбург шәрінің башлығы Маркус Конук тапшырып берген. Норенбург халқара кішілік құқық мүкапаты Германияның нопузлық мүкапаты mükafatlarının biri bulup, bahalaş ayeti ötken yıl 3. ayda Sayragul Sautbay'ның bu mükafatqa layık görülgenligini ilan qilgan bolsunmu, biroq mukofot tarqitish murosimi koronavirus yuqumi sababli kechiktirilgan. Bahalash ayeti ötken yili mukofotning Sayragulga berilganligini e'lon qilgandan keyin bu Xitoyning qattiq noroziligini qo'zg'agan. Bu sababdan Xitoyning Shenzhen shahri Germaniyaning Nuremberg shahri bilan bo'lgan qarindosh shaharlik munosabatini bekor qilgan. Nuremberg xalqaro kishilik huquq mukofotining tashkiliy hay'ati o'tgan yili e'lon qilgan bayonotida Sayragul Sautbayning Xitoy Kompartiyasining uni jimiqtirishga urinish yo'lidagi qattiq tahdid va qo'rqitishlarga qaramay, dunyoning lagerlarda nima ish bo'layotganligi va Xitoy Kompartiyasining nimalarni planlaganligini bilish uchun shohidlik berganligi, Sayragulning ko'rsatgan jasoratiga bu mukofotning uningga loyiq ko'rilganligini bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha, mukofot tarqitish murosimiga Sayragul Sautbayning yo'ldoshi bilan 2 farzandi qatnashib, uningga amra bo'lgan. Nuremberg xalqaro kishilik huquq mukofoti 1995-yili ta'sis qilingan bo'lib, bu mukofot Sayragulni qo'shib hisoblaganda hozirga qadar 16 kishiga berilgan.